領域展開熊水 Salom. Bugun sizlar bilan Jujutsu Kaisen animesidagi hududni kengaytirishlar bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'taman. Biz videoda barcha hududni kengaytirishlarni aytib o'tishimiz kerak, lekin hozirda bu birinchi qism. Aktiv qancha ko'p bo'lsa, ikkinchi yoki bo'lmasam uchinchi qismlarni barchasini chiqaraman. Hozirda men faqatgina animeda ko'rganlarimni aytaman, mangada ko'rganlarimni esa ikkinchi yoki bo'lmasam uchinchi qismlarda aytib beraman. Bo'lmasam boshladik. Ideallik timsoli. Bu hudud maxsus sinfning la'natlangan ruhi Mahitoga tegishli bo'lib, hudud ichida 100% garant ataka ishlaydi. O'zining inertni transformatsiyasini ishlatish uchun raqibga teginishi kerak. Ammo hududning ichidagi garant ataka hisobiga raqibga teginishi shart emas va hududning ichida turgan har bitta odamga o'zining texnikasini uzoqdan qo'llay oladi. Hududning ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik katta qo'llar bir-birini ushlab turgan ko'rinishda bo'ladi. Hududning ichki tarafining baryeri qattiq bo'lishi hisobiga tashqi tarafining baryeri mo'rt. Hudud o'zidan o'zi hech qanaqa xavf tug'dirmaydi agar uning ichida Mahito o'zining texnikasini qo'llamasa. Temir tobutli tog'lar. Bu hudud maxsus sinfning la'natlangan ruhi Jogoga tegishli bo'lib, uning hududining ko'rinishi o'zining texnikasiga o'xshagan qaynayotgan vulqon ko'rinishida bo'ladi. Hudud Jogo texnikasini ishlatmasa ham raqibga ekstremal issiqlik natijasida eritib yuborishi mumkin. Shuning uchun Jogo o'zining texnikasini ishlatmasa ham hudud ochilgandanoq ichidagi raqiblarga xavf tug'dira oladi. Hududning ichida ham 100% garant ataka ishlaydi, lekin juda ham zaif bo'lgani sabab Gojoning cheksizligidan o'ta olmadi. Hududning baryeri bor va uning ichki tarafi qattiq, tashqi tarafi esa mo'rt bo'ladi. Yovuzlik qabri. Bu hudud hammamiz bilganimizdek Ryoman Sukunaga tegishli. Hududning ichki ko'rinishi o'rtasida kichkina ibodatxonaga o'xshaydi. Hududning asosi va garant atakasi kesishlar va bo'lishlar hisoblanadi. Kesish va bo'lish ayrim-ayrim ishlatiladi. Masalan, la'natlangan energiyasi bor narsa yoki odamlarga bo'lishlar, jonsiz va la'natlangan energiyasi yo'q narsalarga kesishlar bilan zarar beriladi. Hududning asosiy yaxshi taraflaridan biri bu hududning kengligi va baryeri yo'qligi. Hududning kengligi 100 metrdan 200 metrgacha o'zi xohlagan holda boshqara oladi, lekin baryer yo'qligi sabab uning hududidan raqiblar chiqib ketishi mumkin. Bunday hududdan kim chiqa olishi mumkin? Albatta bittasini bilaman. Nimaga hududning baryeri yo'q ekanligi yaxshi tarafga deb o'ylayotgan bo'lsangiz, chunki ko'pchilik hollarda baryerli hududning, ya'ni devorli hududlarning baryerini sindirsa, buning hisobiga hudud ham parchalanib ketadi. Sukunaning hududida esa baryer yo'q va hududni to'xtatish uchun hududning o'rtasidagi ibodatxonani buzish emas, ayni Sukunaga zarar berishing yoki bo'lmasa o'limgacha olib keluvchi jarohat berish shart. Lekin unda ham aniq to'xtaydimi yo'qmi ma'lum emas. Qachonki Sukuna hududni qo'llab-quvvatlay olmaganda yoki bo'lmasam la'natlangan energiyasi yetmay qolganda, o'sha vaqtda hudud ham to'xtaydi. Agar raqib hududdan qochib ketmoqchi bo'lsa, u o'zining hududini yopib, yangi baryerli hudud ocha oladi. Kengaytirilgan hududdan himoyalanish uchun ishlatiladigan oddiy hudud sanoqli lahzalarda buzib yubora oladi. Hududning yana bitta tarafi u hudud ochuvchiga uning hujumlarini kuchaytirib berish hisoblanadi va biz ko'rgandek Sukuna Jogo bilan jangida Fugani ishlatdi va Maharagaga ham hududni ochib, so'ng Fugani ishlatdi. Lekin bu gal u kattaroq edi. Chunki Sukuna uni kattalashtirgani yo'q, u hududning hujumni kuchaytirib berish edi. Hudud xuddi jaldek, ammo hududni ochish uchun ikkita qo'l talab qilinadi, lekin qandaydir yo'l bilan Sukuna mangalarning oxirgi arkalarida Gojo bilan jangida qandaydir fokus qilgandek, Gojo o'zining hududini bitta qo'l bilan ochgandek, Sukuna ham bitta qo'l bilan ochib yubordi. Maftunkor Skand Horizonti. Bu hudud Dagon nomli la'natlangan ruhning hududi hisoblanadi. Dagon ham maxsus sinfga kiradi. Hududning ko'rinishi plyaj yoki bo'lmasam pistochniца. Bu hududni ochish uchun ikkita qo'l talab qilinishi mumkin yoki bo'lmasam qorniga muhr chizilishi kerak. Hududni shunchaki chill qilib yotish yoki bo'lmasam dam olish uchun juda qulay. Va Dagon hududini juda ham ko'p vaqtgacha qo'llab-quvvatlay oladi. O'zining do'stlariga bu hudud juda ham qulay, lekin dushmanlarga emas. Albatta 100% garant ataka ham bor. Bu hudud ichida to'lib toshib yotgan shekigamilar hisoblanadi. Dagon ularni xohlagan joydan chiqara oladi. Odamlarning orqasidan, Bonining orqasidan, lekin oddiy hududga qarshi hech nima qila olmaydi. Garant atakasi bo'la turib Toji Fushigurani o'ldira olmaganining sababi Tojida hech qanaqa la'natlangan energiya yo'q edi.
Dagonning o'zi Shikigamilarni chiqarishga to'g'ri keldi va uning hududining maqsadi la'natlangan energiyasi bor narsa va odamlarga qaratilgan edi. La'natlangan energiyasi yo'q narsalarga yoki bo'lmasa odamlarga 100% garant ataka ishlamaydi va ularga hujum qilish uchun Dagon o'zi ayrim Shikigami paydo qilishi shart. Aktiv qancha ko'p bo'lsa, ikkinchi yoki bo'lmasam 3-qismini chiqara boshlayman. Video yoqqan bo'lsa like va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Biz bo'lsam tugatdik.